qadrlikim bormisiz? Abduri G'olibjon G'ofurov. Mikrofon oldida Abdulla Rahmon. Bormisiz? Bu bir oddiy so'z. Shundaqla mening seni qanchalik seg'inganligimni ifodalaydigan chunqur ma'nolik so'z. Nima qilyapsiz? Mana bu oddiy bir ig'iz so'z mening san qanchalik ko'ngil bo'layotganligimni, sana diqqat qilayotganligimni ifodalaydigan chunqur ma'nolik so'z. Sen "Ba, aldirash" deb oddiy javob bergan vaqtingda yuragimning qanchalik azoblanganligini bilmaysan. Sana bo'lgan mehrimning, ko'ngil bo'lishlarimning, seg'inishlarimning shu xatlar orqali yoshiringanini sen ko'rolmaysan ham his qilmaysan. Menga boshqa ish bo'lmadi. Shu seni ko'rgim keldi. Seni seg'indim. Hamma ishing aralashvag'im yo'q. Hammasi sana ko'ngil bo'lganligimdan. Menga loyiqida uchur qaytirib qo'ysang, shu ko'ngil yaralarim saqaygan, ko'nglim sal aram topgan bo'ladi. Mening eng ansiraydiganim dal sening menga parvosiz muomala qilishing. Men bilan karing bo'lmay qolishi. Birisini haqiqiy yaxshi ko'rib qolsang, uningga eysang tugamaydigan so'zlaringning borligini his qilasan. Shundaqla o'zingni deb tugatkusiz uvalchilik va ko'ngil og'riqi tepib olganligini his qilasan. Mana bu muhabbat. Qayturgan har bir usullarыңdan qalbingni his qilaman. Sening "Ha, men aldirash" degan so'zlaringdan sening aplab-saplatli javob qayturganingni bilaman. Bo'lmasa hargizim undaq demagan bo'lib. Agar menga boshqa degidek gaping qolmagan bo'lsa, men aldirash, ishingizni qilavering, baldiroq aramaylang deb qo'ygan bo'lsang, shundoq xushal bo'lgan bo'lardi. Har qatim shundoq parvosizlik bilan javob qaytargan vaqtimda yuragimni pichoq tutilgandek azoblanib. Ba'zi ishlarni qayta jiklashlarimdan, ba'zi so'zlarni nurg'un qatim takrorlaganligimdan yoki sana ko'p gap qilib qo'yganligim sababidan mendan bezor bo'lgansan. İşingi to'liq aralashib olgandek his qiladigansan. Amaliyotda sana ko'ngil bo'layotganligimni asla his qilolmaysan. Ikki odam bilan turgan vaqtlarda qilg'idek gap bo'lmasa, tabiiy sukut boshlanib keladi. Quruq gavdimiz bir yerda turgan bilan ruhimiz allaqayoqlarda laylab yursa, bu nima degan azob ha? Bizning ko'pincha vaqtlarimiz mana shunday o'tib ketadi. Bu xil kayfiyatni tanishishga tamshalgan vaqtimda sen bezor bo'lgan sababli to'xtab qolaman. Her qatim tamoq vaqti bo'lganda yodim kelganligim uchun emas, menga odat bo'lib qolganlik uchun sen kuchirayman. Uni ko'ngil bo'lish degandan shikalash desa meningcha texmi to'g'ri bo'ladi. Chunki hozir uningdan boshqa gaplarni qilishim amalsizman. Men sana nimish qilyapsiz deb uchur yozmagan vaqtimda sendan haqiqatan voz kechgan bo'laman. Sening bilan karim bo'lmagan bo'ladi. Sana ko'ngil bo'lganligim uchun uchur yo'llayman. Şu oddiy so'zlarimdan odamni tushungan bo'lsang, olam chiqishal bo'lgan bo'ladi. Sen javob qaytarmasangmi, men yana uchur yo'llayman. Chunki har ikkimiz yo'qab ketsak, men voz ketsam, undaqda bu munosabat bara yo'qoladi. Mana bu muhabbat.